tovarlarning ichida yangi novinkalar kelibdi. Men sizlarga mana shu novinkalarni ko'rsatish uchun keldim. Bilasizlarmi, bunaqa yangi bizda Faberlikda kofelar chiqdi. Ko'rdinglarmi? Bu kofe уже O'zbekistonga ham kelishni boshladi. Moskvada chiqqanda ancha bo'lgan edi. Уже O'zbekistonga keldi. Bemalol zakaz urib olsanglar bo'ladi. Skladimizda mavjud. Latte kofe bo'lib hisoblanadi. Bu kofemizda shunaqangi xususiyat borki, oddiy kofe emas, bu ham go'zallik uchun yordam beradigan kofe bo'lib hisoblanadi. Yuzdagi ajinlarni tortishga yordam beradigan kofe desak ham bo'laveradi. Ya'ni qizlar kollagen ichishni yomon ko'radigan, kollagen icha olmaydigan ayollarimizni baribir ichimizda topiladi. Bizga mana shu kofe, mana shu kollagenni organizmimizga yetib borishiga yana yordam beradi. Va undan tashqari qizlar, bu kofeda shunaqangi xususiyat borki, tirnoq bilan sochdagi muammolarni ham hal qilish xususiyati bor. Agar soch to'kilayotgan, tirnoqlarda qandaydir yoqimsizliklar bo'layotganlar bo'lsa, bu latte kofemizdan albatta ichib ko'ring. Ichida chunki letsatinni bor. Bu sizni mana shu muammolardan qutulishingizga yordam beradi. Va ichida yana kollageni bor. Undan tashqari gialuronkasi bor. Bu esa yuzimizdagi go'zalligimiz biz bilan birga yana doimiy tarzda bo'lishini yordami bera oladi. Va ichida kofeini bor. Kechqurun ichishga tavsiya qilmayman. Kunduz kuni bemalol ichishingiz mumkin. Homiladorlarga doktor tavsiyasi bilan tavsiya qilamiz. Maza qilib, endi Faberlik kompaniyasidan kofe olib ichamiz qizlar.